Oftoboy bizning bloger qizimiz. Shunaqa chiroyli libos tikyaptilar. O'sha kuni Bollywood partiyada yondiramiz. Xohlasa. Oftoboyga podpisatsiya qilinglar. Bularda rosa blog zo'r ketyapti. Молодец. O'tvolinglar men ketsam. Xudo xohlasa. Hali zo'r bo'lib ketsangiz eslab qolasiz. Meni ham reklama qilasan. Ana, bilib bo'lmaydi-da. Rengingiz bundoq uchib ketib qolsa zo'r bo'lib ketasiz. Xudo xohlasa. Ajab emas. Xalingiz o'ylaysiz. पहली पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में रब्बा मैं नदी हो गया दिल जानिए हाय मैं नदी हो गया लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा Siz mehnat qilasizlar, men bu yerda nima darslik bersam, uyga borib shuni darrov qaytarasiz. Главный rezultat. Siz zo'r bo'lib chiqishingiz kerak. Yani hayır boyut insanlık düşün. Degan darajada sizlar rasm chizishda zo'rsiz. Voy, buncha yaxshiman. Qo'sh. Mana bu yerda Yaxshiroq yoqadi. Diplomlamaro bo'lsin. Bu yerda Shahlo opam yig'lavordilar. Xudo xolisa shu motivatsiya bo'lib, inshaalloh zo'r tikuvchi bo'lib ketishsin. Mana qizlarimiz tanib olinglar yuzlarini. Xudo xolisa borsanglar, mana Shahlo opam ham Sirdaryodlisiz-a, Shahlo opa. Gulistonda chiroyli qilib tikib beradi sizlarga liboslarni. Siz qatlaysiz? Sirdaryo. Bular ham Sirdaryoni nomer 1 chevarlaridan, dizaynerlaridan. Kevarasizlar shularga, sog' bo'linglar.